Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa bugun 1,5 kilo bosmamiz bor. Mana go'shtlarni tayyorlab oldik. Mana xudo xolasa mana kartoshkalarimiz. Lekin 1,5 kilo boshlaymiz sizlar bilan. Alo. Ko'rishingiz mumkin. Mana chiroylilarni qo'rimiz bosib beradi. Xudo xolasa chiroq qilib kelasizlar, to'g'ri xizmatda mana. Ha? Chiroyli go'shtlar bilan laqim 1,5 kilo mol go'shti yer. Xudo xolasa qo'ydi to'shiga mana. Chiroyligini olib beramiz. Mana birinchi laqim yoqsiz mol go'shtini mana to'shib berib olamiz ekan qo'y to'shini. Qo'y to'shib bergandan keyin ustiga mol go'shti laqimni sekin beramiz mana chiroyli. Kapchgan bo'lsamizmi? Elimda kapchgan bo'lamiz ekan. To'shib ustiga laqim mol go'shti xudo xolasa kapchgan. Degan odam tanimayapti-ku bo'lsa. Voy, mashalloh. Boburni qo'li dard ko'rmasin. 15 ming dirham. Xudo xolasa mana 15 ming dirham qo'yamiz mana do'stlar. Sizlardan bir yoshni ochib, 15 ming dirhamga ochib, ichiga suvlar quyib, tuzlarni qo'yamiz ekan. Do'stlar, orada 15 minut o'tdi. Mana xudo xolasa qozonni qopag'ini ochib ko'rdik. Mana har xil ziravorlar solinyapti. Hammasini bir chimdan solinar ekan. Mana e'tibor beramiz do'stlar mana. Atrofiga solinar ekan. Chiroylab ko'rishingiz mumkin. E'tibor beringlar, ha. 1,5 kilo bosmamiz. Qalaqirlar solinyapti. Like, podpisчикларni ayamanglar do'stlar. Xudo xolasa yangi videolar hali oldindan. Bitir-bitirishini qarang, bitir-bitirishini. 1,5 kilo pomidor, 1,5 kilo bosmamizga do'stlar, 2 dona pomidorni mana shunaqa chiroylab, bitta yarimta pomidorni to'rga bo'lib olamiz ekanda, shunaqa qilib chiroylab ustiga bosamiz endi bosmamizni. Mana bosyapmiz pomidorimizni. 2 dona pomidor yetar ekan 1,5 kilo bosmamizga. Bay, qarang, chiroyligini qarang. 2 dona balgarsini o'rtasidan mana shunaqa bo'lib olamiz. Bitta balgarsini to'rga bo'lib olamiz ekan. Mana ko'ryapsizlar shunaqa qilib. Videoning oxirida like, podpisчика bosishni unutmanglar do'stlar. Mana balgarsini qo'yib oldik. Pomidordan keyin balgarski mana 2 dona pomidor, 2 dona balgarski. Xudo xolasa bir choy suv quyamiz ekan ustiga mana bosmamizga chiroylab, yaxshi. Gizam bosmamiz bo'lyapti, o'ta shirin ham chiqadi. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda ta'min tatib ko'ramiz. 15 gram yana ta'min dimlab qo'yamiz ekan, yana xudo xolasa ochib ko'ramiz. 1,5 kilo bosmamizga mana 3 dona piyoz ketar ekan. Mana 3 dona piyozimiz xudo xolasa mana shuni katta-katta qilib o'rtachalik qurib olamiz. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Keyin buni bosmamizga bosamiz. 3 dona piyoz yetar ekan 1,5 kilo bosmaga. Ayniqsa mol go'shtiga. Videoning oxirida like, podpisчика tugmasini bosishni unutmanglar. Mana xudo xolasa do'stlar 1,5 kilo bosmamiz chesini qo'shamiz. Bir siqim chesin yetadi. Shu 60 gram, 50 gram chesnak. Mana endi xudo xolasa qaynab chiqqandan piyoz ham bosyapmiz mana. Piyozdan 3 dona piyoz yetar ekan. Kamsa qilib qo'shamiz mana. Mashalloh, chiroyligini buni. Bosmamiz qaynab turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin, o'ta yaxshi, zo'r. 1,5 kilo bosma. Xudo xolasa oilaviy kelishlaringiz mumkin. Xolasalaring uyda tayyorlab yeyishlaringiz mumkin. Sizlar uchun biz xizmatdamiz. Mashalloh, yoqqan bo'lsa bitta like, podpisчика tugmasini bosishni unutmanglar. Subscribe. Bir yarım kilo bosmamiz tayyor. Xudo xolasa solyapmiz. Do'stlar mana
Bosmamiz tayyor. Mana ko'rishimiz. Xudo xohlasa chiroyligina bo'ldi. Mana bosmalarimiz. Xudo xohlasa chiroyli qilaveramiz.